Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar do'stlar. Sizga va farzandlaringizga angina, katralni angina, soch to'kilishi, yuzda va badanda qizil toshmalar, issiqchalar chiqib ketishi, buyrak peshob yo'li shamollashlari, asab toliqishi, milk qonashlari bormi birodarlar? Mana haqiqiy davosi. Lavanda, shalfiy ham deb aytiladi va mavrak ham deb aytiladi. Xo'sh, buni ishlash uslubi qanday do'stlar? Qarang. Avvalo, aptekaga borasiz yoki ziravorchilarga borasiz. Aptekada mana bu ko'rinishda, dorixonalarda, ziravorchilarda kiloda sotiladi. Olasiz. 5 grammini 200 gram suvga qaynatib, og'iz kasalliklari, milk qonashi, anginaga o'sha qaynatmaga og'izni chayasiz. Va hamda sochda to'kilish va badandan qizil toshmalar bo'lsa, mato botirib artib chiqasiz. Iste'mol qilish uchun do'stlar, qarang nima qilasiz. 5 grammli 600 gram qaynoq suvga 2 soat damlab, 3 mal ichib yurasiz. 2-3 oygacha mumkin, bemalol. Agar asabingiz toliqib, uyqingiz kelmasa, 1-2 kilosini olib, materialni ichiga soling, yostiqcha qilib yoting. Uyqini shunaqa normalni qilib yuradiki, bokan yaxshi tushlar ko'rib uxlaysiz, xudo xolasa. Agarda video roligim yoqqan bo'lsa, bitta like-chan bosib report qiling. Obuna bo'lib qo'yib, yaqinlarga jo'natib yuborish esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsiz, xayr. Asosiysi o'zingizni asrang.